Safarimizning oxirida boradigan joyimiz go'zalki, Parvardigorimizning so'zlari bilan aytganda, jannat hech bir ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va hech bir inson tasavvur ham qilmagan narsa bo'ladi. Va endi biz abadiy baxt diyoriga kirmoqdamiz. Bu yerda biz abadiy yashaymiz va har qanday maishatdan bahramand bo'lamiz. Eng muhimi, buyuk baxtga erishamiz. Allohning jamolini ko'rish. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu bekorga emas. Uni oxirigacha ko'rishingizni Allohning o'zi xohladi. Nega bilasizmi? Chunki u hayotingizda nimanidir o'zgarishni istaydi. Hatto shunda ham u tomon bir qadam tashlay olmaysizmi? Bir qarorga kelish vaqti yetdi. Ibodat qilmasangiz hozirdan boshlab ibodat qiling. Reklamasiz mutlaqo bepul namoz ilovamiz bilan siz 5 vaqt namozni hayotingizning doimiy qismiga aylantirishingiz mumkin. Agar iymoningizni mustahkamlashni va islomiy bilimlaringizni chuqurlashtirishni istasangiz, ushbu kanalda siz uchun ko'plab videolar bor. Ularni bir tartibda ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar siz Qur'on o'qishni bilmasangiz, Lamalif Qur'on deb nomlangan ilova ishlab chiqdik. U yerda siz tajvidni tez, oson va bepul o'rganishingiz mumkin. Agar siz Qur'on ma'nolarini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, tafsir ilovamizni yuklab olishingiz mumkin. Esingizda bo'lsin, o'zingiz uchun maqsad qo'yganingizdan so'ng, hatto u kichik bo'lsa ham hamma narsa o'zgara boshlaydi. Jannat o'zi qanday? Bizni undan nima kutmoqda? Javoblar sun'iy intellekt yordamida yasalgan Jannat va jahannam nomli 4-va so'nggi qismda bo'ladi. O'sha videoda ko'rishguncha